Hayat bu komediya, kim uchun tragediya? Hech narsa qilmaydi-ya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya. Assalomu alaykum. Ismoiljon Chorva Trendning ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa, o'zimizning xonadonimizda chorva hayvonlarimiz, eston deganlariga eston, bo'g'oz, xudo xolasa, bir oylik tiniq. Bunisi qora shahzodamiz deganlarga qora shahzoda 8 litr, 9 litr usti bor. Xudo xolasa, hozir hammasini ma'lumotini beraman. Xudo xolasa, bunisi 23,5 million so'm kam bor, 8 litr usti bor. 3-bolasi shved, xunaja. Xudo xolasa, estonimiz bir oylik bo'g'oz, puli 25 million so'm kami bor, kam ko'sti kelishiladi. 8 ta 9 ta sutlari bor. Ezishlari mana dimlangan yo'q, yuvosh. Xudo xolasa, qora shahzodamiz 27 million so'm kami bor, kam ko'sti kelishiladi. 8 ta 9 ta suti bor. Xudo xolasa, video aloqaga chiqaverasizlar. Hozir sog'lish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, kelishtirilgan holatda vodiyga dastavkasi bilan qilib beriladi. Ko'rib, yoqtirib telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, video obzorlarni yana kuzatib boringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Jarayonlar hozir sog'imni aytib ko'rsatamiz. Mana, xudo xolasa, turu apparatini yig'dirib nima qilyapmiz. Obunachilar, sog'lish jarayonlari. Mana, xudo xolasa, turu apparati ishlaydi. Sutlari yumshoq, 8 litr suti bor. 5 ta 6 taga olaverasizlar. Pastdagi nomerlarga xudo xolasa aloqa qilaverasizlar, o'zimga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shular. Yosh bola tanlanadi. Xudo xolasa layklar bosib qo'yinglar. Mana sog'ib netib bo'ldi. Xudo xolasa mana yog'li. Xudo xolasa ikkinchi mollarni sog'ish jarayoniga videoni qilamiz. İkinci sigirimiz doğrası idirish jarayoni boshlandi. Sarga yeydi. Doğrasa sog'ib netib ko'rsatamiz. Idirib nimasini qilib olamiz. Laklar bosib turinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigir sog'ilishi. Mana sutlari ham yog'li, qaymaqli. Doğrasa oygan odam maza qilib sog'ib etsin. Buni suti dori ham. Hurmatli obunachilar. Estonlar doğru bo'ladi, ham qaymoqli bo'ladi. Xudo xolasa telefon qilinglar. Dastavkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa like va kommentariylar yozib obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sog'ib ko'rsatamiz. Obunachilar, xudo xolasa sog'ib netib bo'ldik. Ikkinchisi. Mana xudo xolasa tushlariga ham e'tibor beringlar. Xudo xolasa uchinchisini sog'ib ko'rsatamiz. Hadi obunachilar, uchinchisini idirish jarayonlari boshlandi. Xudo xolasa buni 8 litr 9 litr suti bor. Videoni boshlab aytib o'tirdi. Mollar yuvosh, hozir video obzorini qilib beramiz. Obuna bo'lib qo'ying. Hozir. Obunachilar, mana sog'lish jarayonlarini boshladik. Mana xudo xolasa oqyoqlarni chiqarib sog'iladi. Asosan kemalarimiz oqyoq bilan sog'sa, suvlar ani nima qilish shart emas. Mana xudo xolasa molimiz yuvosh, qog'ozini Sonra kommentariya obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Hurmatli obunachilar, to'g'risi mana sog' bo'ldik. Mollar yuvosh. Ularga ham e'tibor beringlar. Qaymaqli. To'g'risi telefon qilaverasizlar, yo'lida qilib, mana shu vodiyga dastavkalar bilan qilib beramiz. To'g'risi pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, Telegram, WhatsApp, imo bor. Xudo xolasa, likelar bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, xohlasa biz xursand bo'lib qolamiz.